Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Aqli yetsa birovga video chiqarsin. Oldin o'zi video chiqaradi, keyin biz javob chiqarganimizdan keyin chidalmasdan ukasini nomidan ariza qildiradi, onasini nomidan ariza qildiradi. Bu qanjiq. Men uchun bitta qanjiq. Chunki haqiqiy erki hech qachon ariza qilmaydi. Bizi dadamiz, onamiz aralashmaydi. Men aytaman, men aralashmayman, bu mening jinnilik hayotim. Oilada bitta dalboyob menman. Bo'ldi. Tushunyapsizmi? Qanjiq odam qalam ushlaydi. Qanjiq odam. Unaqa inson ko'tiga ishton kiysin, lozim kiysin. Tushundingizmi? O'rnomisi bor odam, o'ziga ishongan odam yarim yo'lda zaявление qilmaydi, ariza qilmaydi. Yo bo'lmasa aytib qo'ysin, akalar, men ukalar, men sizlarga video chiqaryapman, men buni olish yurmanglar, meni erkaklik narsam yo'q. Men yarim yo'lda uydalarim bilan sizlarning ustilaringdan ariza qilishim mumkin. 102 qilib beraman men deyish kerak. Deb ogohlantirib qo'ysa, keyin hech kim unga javob qilmaydi. 2 marta yozmagan odami qolmadi. Mana shu TikTokda mana. Endi Almardonni ustidan ham yozibdi. Almardonni ustidan ham. Mana shu yerda eshitib turibdi, mana oilaviy eshitib turishdi. Bilaman. Mana bu yonini yurgan men bulardan xafa emasman-da, mana ma'nosi so'kib yurganlar bor-ku, bulardan xafa emasman. Chunki na bularda salomiga alik olmaydi. Na bilat bir balosiga bir ha demaydi. Prosta nimaga aligina qilib yurganini o'zi bilmaydi. Mana o'g'ri-po'g'ri mavzu qilib yuribdi-ku, buni tuhmatligini ham isbotlab qo'ydim, tergovga ham borib qo'ydim, ota-onasi ham uzr so'rab qo'ydi. Ukalari kechirim so'ragan videolarni qo'yganman o'sha paytda. U mavzu yo'q mavzuda. Yuraveradi bular jinni, kimga ishonishni bilmaydi dalboyoblar. O'shaning uchun foydasi yo'q menga. Aktivda fohishani bolasi itti sutini yemgan, kirma, oshirma aktivda. Yo'qal inamiga kirib ket, chiqib ket mana. Jalabdan binoga kelgan, chiqib ket, kirma, mana oshirma aktivda. Nimaga oshiryapsan mana? Aytchi. Oshirma aktivda itdan tarqagan kema shatga. Kema yo'qmayib turgan bo'lsa. Bor onangning o'ynashini dalada qo'y. Aktiv boshda dedi, kema itdan bo'lgan, kema. Kimsaga ke deyapti. Hammasi duruzga tashab qo'ygan negativlar. Mard bo'l hayotda, biladi. Oti mana hayotda dadangni yonini olgin. Hoji, dadamni yonini olaman degan gap yo'q. Tan beraman. Akini, ukini yonini ol bu. Dalboyob, onangni yonini ol. Alaykum salom. Nimani yonini olib turganingni o'zing bilmaysan. Mo'lkalla. Endi Qozog'istonlik erkak bularni Qirg'izistonlikka sakrabdi. Dalboyob baksyorlar bilan seni nima ishing bor? Sen kimsan, sen chichqaq? Baksyorlar bilan nima ishing bor seni? Endi javob ber bilan, butun esingi seni bilan erkakmisan deb yuribdi. Shashvar. 102 kishi ishqilib ularni ham ustiga yozib bermasa bo'ldi. Qozog'istonliklarni ham ustiga yozib bermasa bo'ldi. Qozog'istonliklarni ham ustiga yozib bermasa bo'ldi. Qirg'izistonliklar ustidan. Erkak bilan yutqizib qo'ydi. Zato erkak bilan mujik, krasavchik. Uning mag'lubiyati men uchun g'alaba. Erkak bilan mujik. Unaqa bayis, u bola vafshi krasavchik bola. Unga gap bo'lishi mumkin emas. Qozog'iston super men uchun har doim. Uning mag'lubiyati men uchun g'alaba. Chunki men haqiqiy fanatman unga. Sen xoinsan dedi. Qaragin, nimaga Qozog'istonlik bolaga balichilik qilganim uchun xoin bo'lamanmi? O'zimizda O'zbekistonda paxtakor jamoasi turib, Real Madrid deb Barsa deb yuribsanlar, onangiz kelib ba'zi birlaring. Hop, men Qozog'istonlik bolaga balet ekanman. O'zimizda paxtakor turib, Real Barsa deb jon berib jon olib yuribsanlar, onangizga ba'zi birlaring. O'lib tirilib yuribsan, Real Barsa deb.
Ha? Xoin kim, senmi, menmi? Dalboyob. Xoin senmi, menmi? Shuni menga aytgin. Real Barsa deb onangizga ota-onang ko'zingga ko'rinmayapti ba'zi biringni. Ha? Futbolkalarigacha kiyib chiqyapsan, ana bilan o'lib tirilib Real Barsa qilib, o'zimizni Paxtakor chekkada qolib ketyapti. Yana xoin nimanga gapirasanmi? Itingan jinni. Xoin deydi garing bilan. Oy, mana agar kattalar bo'lsa, eslalaring. Esla, itdan tarqagan ba'zi bir negativlarga aytyapman. Qozog'iston ham otalarimizning yurti. Ahmad Yassaviy mana. Qozog'iston ham eski Turkiston. Ha, begona emas o'sha Qozog'iston, Qirg'iziston hammasi mana turklar otalarimizning yurti deydi. Mana shu yerda. Eski Turonni esla jinni. Bu xoin emas, o'zimizni turkiy davlatlar. Otalarimizning yurti Qozog'iston ham, Qirg'iziston ham. Ya'ni turkni otalarini joyi. Eskitdan turkni otalarini yeri qanaqasiga xoin bo'ladi? Ashi qozoqning bolalari o'zimizni otalarimizni nevaralari shular. Biz eski turkiyda avlodlarimiz. Ha, Usmoniy davridan eslalaringchi? Eski Turkiston bobolarimizni yeri deb gapiradi hozirgacha turklar. Jinnimizlar biz bittamiz-ku. Qanaqasiga xoin bo'ladi bu? Molkalla. Xuddi Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, ya'ni bular aka-ukani farzandlari. Mana aka-ukani nevaralarimiz biz. Ikkita aka-ukani nevaralarimiz biz. Dalbayob O'zbekiston boshqa deydi. Onangni amini yebsan sen umid, enangni ami boshqacha bo'lishi mumkin xolingni amidan ko'ra. Xolingni amidan ko'ra enangni ami boshqacha bo'lishi mumkin. Sal qorayib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin O'zbekiston boshqacha emas. O'sha eski turk. Umid. Enangni ami boshqacha bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Bo'ldi, boshqa narsa emas. Dalbayob. Nima deb turganini bilmaydi biladi. Tarixini bilmaysan enangda siskedi molkallalari. Qo'lingga qaysidir nogiron TikTok ochib bergan, bo'ldi, o'shaning orqasidan yuraverasanlar. Ha? Ma deb baqa borasanlar. Ma deb baqa borasanlar. Ba deb baqa borasanlar. Ba deb baqa borasanlar. Mol. Nimaga TikTok ochib olgansan? Hayoting mana shu. Jinni bilan. Tarixini bilmaysanlar. Bitta Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Afg'oniston, eski Uyg'uriston, bular hech qaysi alohida joy bo'lmagan, hammasi bitta bo'lgan. Dalbayob. O'shaning uchun Rossiya qo'rqib turgan, eski manashitlar birlashsa tamom bo'lamiz deb. Shuning uchun Sovet betida mana bunday ushlagan. O'zbekistonda yarim yerini, Tojikistonda yarim yerini, O'zbekistonda yarim yerini, Qozog'istonda yarim yerini, Qirg'izistonga qilib bo'lib berganda, bular to yer talashib yurguncha biz kerakli narsani olib chiqib olamiz degan. Bular ashuna qilib yerni chalg'itib tashlaymiz. Bular yer talashib bir-biriga dushman qilib qo'ygan bizni. Shuning uchun bir-birimizni yerimizni bir-birimizga o'tkazib tashlagan bular. Eski Soyuz. Mana Shahmordon O'zbekistonda yeri Qirg'izistonda ichida qolib ketgan. Dalbayob. Bular o'zi bilan o'zi ovora bo'lib bir-biri bilan yer talashib urushguncha biz bularning boyligini olib chiqib ketamiz degan. Mol. Hammamiz bitta bo'lganmiz. Enangda amiga bilan Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston qilasanmi bilan. Bu xoyillikka kirmaydi bu. Galbars. Nima qilayman? Ani Putinga kirim, Taysonga ishqoz bo'laymi? Muxlislik qilayman, nima qilay? Men masalan shaxsan erka bo'landi bitta 7 yillik erka bo'landi fanatiman. Bo'ldi. Men uchun erka bo'lan, krasavchik. Nima qilayman? Shunda Taysonga oshiq bo'laymi? Ha? O'zini boksyorligidan
qarang, boksyor odam birov bilan urishish mumkin emas, xarakteri yumshoq bo'lishi kerak. O'zini boksyorligidan foydalanib, bitta zaif odamni jag'iga tepib, hushidan ketkizib qo'yib, qamalib ketgan goldga ishqoz bo'laymi? Ha? Shu erkakni ishini qildimi shu sizlarni goldlaring? Ha? Erkakni ishini qildimi? O'zini bayizligidan, kuchidan foydalanib, zaif odamni bir tepib jag'iga yerga yotqizib qo'ydi. Mandirash qilib. Dalba yo'q. Ana nima bo'ldi? Ketdi.